bir palvon Simmisiga ortadığını xalqim kütken armon Mesut Özel 1988-yili 10 ayning 15-kuni Germaniya Gelsenkirchen shahrida dunyoga ko'z ochgan. Dadasining ismi Mustafa, onasining ismi bo'lsa Gulzar va Germaniyada tunishib oila qurgan bo'lib, g'urbat bir ishchi oilasining 4-avlodi edi. Germaniyada chet elliklarga yaxshi muomala qilmaydi. Mesutmu shu jinoyatchilarning qurboni bo'lgan edi. Germaniyasi yaxshi bo'lmaganlikdan do'stlari, sirdishi va paranglashadigan odamlar oz edi. Chunki oila ichida turkcha paranglashadi. Turkcha urf-odatlar bilan cho'ng bo'lgan edi. Ammo u top o'ynash g'oyasidan aslo voz kechmagan edi. Va g'oyasiga yetish uchun 6 yoshidan boshlab top o'ynashni boshlagan edi. 2006-yili orzusiga yetish uchun tunji qadami Schalke komandasiga yuksalishdan boshlandi. Aradan 2 yil vaqt o'tdi va kelgusi yulduz umidi bilan Werder Bremen komandasiga o'tkaldi. Bu yerda o'ziga xos yaxshi natijalarni qo'lga keltirdi va komanda qo'lliq a'zosiga aylandi. 2009-yildan boshlab 21 yoshli davlat komandasida muhim rol o'ynashga boshlagan O'zilning saviyasi texmi yuqori darajaga yetgan edi. Va texmi ko'p orzu-umidlar, natijalar uni saqlab o'tadi. German vatandaşlığı ve Türk vatandaşlığı to'g'riliqmi oz munozaralar bo'lmagan edi. Bunga qaror verish nihoyatda tez to'xtagan edi. Oxirida turkcha o'ylan, germancha tushan deganni o'ylab, Germaniya vatandaşlığını tercih etdi. Germaniya komandasida o'zini bir turk his qilib o'ynamoq o'zini nihoyatda g'urur his qildiradi. yili Xan Jamiyati Madridga komanda mengisi salohiyatida qo'shildi. 2013-yili Arsenalga dadasi sababli o'tkilishga to'g'ri kelgan edi. Uning komandadan ketishiga Karim Benzema, Xavi Alonso, Thomas Müller, Neuer, Sergio Ramos, Marcelo qatorliq butkul komanda a'zolari va futbol mastonlari uningga qarshi chiqib so'zlagan edi. Mayli u nargila bormasin, kulishni unutmadi. Kishilar tarafidan yaxshi baholarga erishdi. Hatta butun dunyo yulduzi bo'lgan Cristiano Ronaldo mo uningga qarshi chiqib so'zlagan edi. Bir qitimliq musobaqa orlig'ida Mourinho uningga nihoyat xafa bo'ldi. Sen o'zingni kim chaqlab qolding? Sen 1-2 pas berib, 1-2 top etib, o'zingni nihoyat qaltis chaqlabsan. Mesut bo'lsa nihoyat g'ing'irgan holda, mendan nim qilishimni xohlaysan deb so'rab o'tadi. Mourinho uningga men sendan sen bo'lishingni xohlayman. Sening iqtidoring cheksiz. Aloyidliklaringni joriy qildirsang, dunyoning oldi bo'lib o'ynaysan. Texmi ko'p natijalar seni saqlab o'tadi. Texmi yuqori pallalar seni saqlab o'tadi deb uningga baqirib o'tadi. Amaliyotda hammamizga ma'lumki, uning pas berishlari, top kontrolligi, hujum iqtidorlari dunyo saviyasiga yetgan bir futbolchi edi. Arsenal komandasidan ketish sababi bo'lsa, biz Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik va zulmlarga qarshi ovoz chiqarganligi bo'lib,
Twitter hisobotida paylaşgan bir uçuru orqali Arsenal komandasidan cheklangan edi. Onun qalblari yeşil maydondalam emas, butkul insoniyatga tunulyapti. Arsenaldan ketishiga menchi bo'lsa, obrazliq qonchug'i bo'lgan bu odam nihoyat afsuslangan bo'lishi mumkin. Arsenal klubining bu obrazliq qonchug'ining maoshini Ozil o'zining yanchug'idan chiqarib beradi. Endi Ozil ketdi. Uning maoshini kim berdi? Ozil yanala yeşil chimliqda yugurishni davom qilmoqda edi. O'z vatani bo'lgan Turkiyadagi İstanbul Fenerbahçe komandasiga yo'tkaldi. Biz uningga Fenerbahçeda yaxshi natija, yaxshi g'alaba, yaxshi shuhratlarni erishishiga tilakdoshmiz va umid qilamiz. Yeşil meydanda heybet durar 11 palvan Dizimizge artıldığını halkım kütken arman Tebessümler tügümez Cengoh balalar yenilmez Yigitler bir şansın sürgen derler Sanar meydan kahman Sizizge kiler cihan Atlans anyur kumandisi Gülünler futbol kalbimiz Önlükünü halar her kişi Bu yer futbol süyer makanın bulup Asya'nın merkezi Tanrı'dan da heybet iradınız Biz bu çımlıkla iyisi